Bu videoda biz uglevodlar haqida gaplashamiz. Uglevod bu organik makromolekula, ya'ni tarkibida uglerod elementi bo'lgan katta molekula. Gidrat qismi esa uning tarkibida suv komponentlari, vodorod va kislorod ham borligini bildiradi. Uglevodlar har doim quyidagi nisbatlarda bo'ladi: bitta uglerod, ikkita vodorod, bitta kislorod. Boshqacha aytganda, har bir uglevod molekulasida uglerod va kislorod soni teng bo'ladi. Vodorod esa ulardan 2 baravar ko'p bo'ladi. Nega uglevodlar muhim? Uglevodlar barcha tirik organizmlar uchun asosiy energiya manbai hisoblanadi. Ammo ularning tuzilishi har doim bir xil emas. Ular kimyoviy tuzilishiga qarab ikki turga bo'linadi: oddiy uglevodlar, murakkab uglevodlar. Oddiy uglevodlar shakar. Oddiy uglevodlar saxaridlar deb ataladi. Ular quyidagicha bo'lishi mumkin: monosaxarid bitta shakar molekulasi, disaxarid ikkita shakar molekulasi. Masalan, glyukoza monosaxarid, chunki u bitta shakar molekulasidan iborat. Oddiy shakarlar, masalan, glyukoza eng tez energiya beradi, chunki hujayralar uni oson parchalaydi. Odatda nomi oza bilan tugaydigan moddalar shakar hisoblanadi: fruktoza, galaktoza, dekstroza. Glyukoza va fruktoza birgalikda disaxarid, saxaroza, oddiy shakar, ya'ni stol shakari hosil bo'ladi. Saxaroza ikkita monosaxariddan hosil bo'lganligi uchun disaxarid deb ataladi. Murakkab uglevodlar, polisaxaridlar. Murakkab uglevodlar polisaxaridlar deb ataladi. Ular ko'plab monosaxaridlarning uzun zanjiridan tashkil topgan. Butun zanjir polimer, har bir kichik qism monomer. Misollar: sellyuloza, kraxmal, glikogen. Sellyuloza barcha o'simliklarda bo'ladi va ular hujayra devorini tashkil qiladi. Kraxmal kartoshka, makkajo'xori, bug'doy, guruch kabi oziqlarda uchraydi. Organizm kraxmalni glyukozaga parchalaydi va energiya oladi. Ortiqcha glyukoza esa glikogen ko'rinishida jigar va mushaklarda saqlanadi. Xulosa: uglevodlar uglerod, vodorod va kisloroddan iborat. 1:1 nisbatda asosiy energiya manbai hisoblanadi. Monosaxarid bitta shakar, disaxarid ikkita shakar, polisaxarid ko'p shakar zanjiri. Misollar: monosaxarid glyukoza, fruktoza, disaxarid saxaroza, polisaxarid sellyuloza, kraxmal, glikogen.